O'zbekistonda endi kartadan-kartaga pul o'tkazishda komissiya olinmaydi. Prezident qarori bilan aholiga yanada qulaylik yaratish maqsadida yangi o'zgarishlar muhokama qilinmoqda. Agar bu tizim to'liq joriy qilinsa, odamlar pul o'tkazganda ortiqcha foiz to'lamaydi. Bu esa millionlab foydalanuvchilar uchun juda katta yengillik bo'lishi mumkin. Hozir ko'pchilik kartadan-kartaga pul o'tkazayotganda komissiya olinmoqda. Bu foizlar 0,5%, 1%gacha olinmoqda. Yangi qaror esa elektron to'lovlarni yanada ommalashtirishi mumkin va kutilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda bu yengillik katta muhokamaga sabab bo'ldi. Ba'zilar buni eng kerakli qaror deb atamoqda. Sizningcha, komissiyadan olinmasa aholiga yanada yaxshi bo'ladimi? Fikringizni kommentariyaga yozing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu qarorni do'stlaringizga ham yuborib qo'yishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling.